Endi orqa tomondan qilib ko'ramiz. Lekin ba'zi payt shu orqa tomondan zo'r chiqavermaydi. Hozir ko'rasizlar o'zlaringiz. Elf girl in a place green garden. Photo taken from behind. O'sha elf qiz yashil bog'da orqa tomonda rasm olingan dedim. Orqa tomondan ham yaxshi chiqdi. Biz mana bu orqasini ham qo'ygan deydi. Mana bu referensga shunga yaxshi chiqdi. Men chunki bundan oldin orqasini qo'ymay shu orqa tomonda ko'rishini qo'ymaganimga natijalar uncha zo'r chiqmasdi. Demak, orqa tomonni ham referens qilib qo'ysak, natija zo'r chiqar ekan. Ham o'zimga bir foydali ma'lumot bo'ldi. Ko'rasizlar, quloq chiqib ketgan. Quloq bu yerda shunga to'rtalasi ham zo'r chiqmaydi. Endi o'sha qahramonimizning yuzini yaqinroq ko'rsatish uchun uni har xil turlari bor. Masalan, extreme close up bor yoki close up, medium shot. Shularni ham bir ko'rib chiqamiz. Ya'ni uni rakursda uni qanchalik yaqin ko'rinish kameraga. Mana 3 marta ustiga bosamiz. Green Garden boshiga yozamiz. Extreme close up shot of an elf girl in place Green Garden deb bosamiz. Bu ekstrem degani juda yaqin degani, o'sha yuziga. Close upni o'zini ham hozir yozib ko'ramiz. Ekstrem bilan keyin farqini ko'ramiz. Mana ko'rib turganlaringizda juda yaqin ko'rmadi. Ya'ni lekin yaqinroq, lekin o'ta darajali ekstremalga yaqin emas. Rakurs. Endi o'sha badanidan yarmini generatsiya qilamiz. Uning uchun 2/3 full body and elf girl in place body photo deb yozamiz. 2/3 full body photo and girl in a place Green Garden deymiz.
bunday mana shu yaxshi chiqdi. Bu esa jiddiy 90 gradus bosh aylanib ketibdi. Bu ham zo'r. Endi shuni polniy badanini, ya'ni polniy tanasini ko'rsatib ko'ramiz. Lekin bu har doim ham o'xshamaydi. Hozir ko'ramiz. Chunki biz mana referens qilganimizda mana yelkasida, mana bo'yni tomonlar ko'ringan. Belidan teparadi. Shunga hozir full body ham ko'ramiz. Ko'rganlaringizdek polniy badani ko'rinmadi. Chunki biz referensda polniy badanni ko'rsatmaganmiz. Uning uchun o'sha agar polniy badanni agar ko'rsatsalardingiz, mana shu referensda o'shani chiqarib beradi. Keyingisi Low Angel. Low Angel deb biz mana bu ko'rgan masalan qahramonimizni ya'ni pastki tomondan ko'rsatadi, ya'ni kamerani o'sha past tomondan o'sha rakursdan olib beradi. Uning uchun yozamiz yana bu promptimiz o'xshamadi. Chunki bu yerda bitta sabab bo'lgan ekan. Mana bu yerda Low Angel yozganimda Low Angel o'rtasiga tiyra qo'yish kerak ekan. Shu esdan chiqibdi. Hozir ko'ramiz endi natija. Pastki tomonni olib bermayapti, lekin sal pastroqda rakursdan olib beryapti. Keyingisiga o'taveramiz. Keyingisi White Angel, ya'ni o'sha ko'krak qismidan tepa qismi ko'rinadigan darajada olib berish uchun biz White Angel shot of an elf girl. Bularni oldingida aytganimdek hammasini yozib olinglar, juda kerak bo'ladi. White Angel deb bosalaringiz mana shunaqa natijalar chiqarib beradi. Buni ham masalan multfilm yoki qanaqadir qisqa metrajli rolik yasayotganlaringizda foydalansalaringiz juda asqotadi. White Angel. Keyingisi High Angel. Boya Low Angel o'xshamadi. Ko'ramiz endi High Angel bu tepa ko'rinishidan olib beradi. O'xshaydi, o'xshamaydi, hozir bir ko'ramiz. High Angel shot of an elf girl
soft top ishlasak bo'ladi. Bunda o'xshadi mana High Angel hammasi ham emas, bitta mana bu o'xshadi. O'sha tepa rakursdan olib beryapti. Tepaga qarab turibdi qiz. Buni o'zim uchun bir upscale qilib ko'rdim. Bu ham o'xshadi mana. Bu mana shu demak hozir ikkita generatsiyamizda 8 ta rasm ichida mana ikkitasi o'xshadi. Buni ham bu ham o'xshagan ekan. Demak High Angelda ham tushunib keladigan umiddaman. High Angel zametga qilib ketsalaringiz bo'ladi. Keyingisi yana drone shot bor, lekin drone shot bunga tushmaydi. Men drone tepalidan ko'radigan darajada bird's eye view ham bor, bunga ham tushmaydi. Endi biz mana bu ranglarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni color grading deydi. Biz color grading shularni ko'rib chiqamiz. Ranglarni. Birinchisi cool tone desak bo'ladi. Yoki boshiga yozamiz. Foto kontrasti kam rasmlarga yoki bir skuchniy rasmlarga cool tone ishlatsak bo'ladi. Photo of elf girl in forest. Cool toned man ko'rib turganlaringizdek cool toned tire bilan yozdim. Cool toned color grading. Rainy, yomg'irli. Shot on Canon kamerani ham yozib qo'yamiz. Mana Canon bilsalaringiz, bu juda mashhur kamera. Mana shu kamerada olingan darajada bizga chiqarib beradi. Natijani ko'ramiz. Ko'rganlaringizdek o'sha cool toned o'sha color grading bo'yicha bizga o'sha rangi bo'yicha bizga chiqarib berdi. Mana rainy deganimiz mana orqada yomg'ir yog'yapti. O'sha mana Canon EOS hozirdan ko'rsataman. Mana shu kamera bo'yicha syomka o'sha rasmga tushirilganda o'shani sifatida chiqarib berdi bizga. Keyingisi warm tone deb ishlatib ko'ramiz. Cool tone o'rniga warm desak, bu issiq ranglarga ishlatsak bo'ladi, ya'ni warm tone. Warm tonedan keyin shunga o'xshash yana muted tones degan bor. Muted deb yozsalaringiz, bu ya'ni o'zini rangini shunaqa fonga moslab, o'sha atrofdagi situatsiyaga moslab, holatga moslab o'z rang chiqarib beradi. Bu ham juda kerak. Sihro rang warm tone chiqarib berdi.
Keyingisini vintage qilsak bo'ladi. Vintage bilsalaringiz kerak. Mana rasm tushirganda shunaqa funksiya bo'ladi. Vintage color grading hozir bu bo'lsa bosib Masalan, hozir bilsalaringiz, boshida ham aytganman, biz hozir bitta personaj, boshida qilib olingan personajimizga shularni beramiz. Agar bilan o'chirib chiqsalaringiz, bu har xil personajga beradi. Shunga mana bu yerda qulfni bosib qo'yganman. Shunga faqat shu bo'yicha bo'lyapti. Yana bitta zo'r color grading bor edi. Ya'ni ko'kimtir qoraroq qilib ko'ramiz hozir. Uning uchun yozamiz color grading, keyin virguldan keyin dark blue and mahogany juda talaffuz qilish qiyin ekan. Mana shu yozdim, mahogany deb keyin bosib olamiz. Bu ham hozir zo'r natija chiqarib beradi.